Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Sizin bilan 431 bitta Saba surasining 24-oyatida qolgan edik. Unda Alloh subhanahu va taolo aytaydi, qul deb aytdi. Bu surada endi bit ko'p shu qul degan so'zlar ko'p keladi. Qanday suralar ekogina, qaysilarda shu ayt degan so'z ko'p keladi. Aning ma'nosi endi narsa. Ya'ni bunda bahas bor, shu musulmonlar, mu'minlar bilan shammovchilar orasida. Ham Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatadi, narsa nechik javob bergan, narsa javob bergan, qachon javob bergan, qachon javob bermasga. Aytsin, sen degan endi ishda ko'rinmay. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga murojaat baram. Man kim? Yarzuqukum rizqlandira. Kum sizni. Min what is yoki shundan boshlab samawat ko'klardan va ham al-ard yerdan. Qul aytsin. Alloh deb. Va ham inna o'yinda nag'atu yuzinanda ham shulay bunda var quyrug'i uzun, demak biz au yoki iyyakum siz. Chek biz aytamiz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. La nag'atu yuzinan bu odatda ala nat huda hidayat. Hidayat endi o'zining rukovodство, karta, navigator. Au yoki fi shunday endi odatda zarfiya. Dolal wala dodlin hadashu. Mubin bayon qilingan, ochiq. Ya'ni mana shu kishilar bilan bahoslashganda senlardan so'ra. Kimsan sizni rizqlandira? Ko'kdan da ham yerdan da. Ko'kdan endi bilamiz. Butun rizqning sababi o'l yomg'ir, ham qor. Kim sizga yog'dira? Yomg'irni ham qorni. Ko'rshayta, qor yog'gan sayin ipi yog'adi, hikmat yog'adi. Kim sizni rizqlandira? Ham yerdan da kim o'simliklarni o'stira? O'simliklar bilan to'qlana it. Kim rizqlantiruvchi? Agarda ular aytsalar Alloh deb, unda endi anlaşıla. Agarda ular Alloh bizni rizqlandira desa, alayhisalom nishlabsiz siz boshqalarga g'ibodat qilasiz. Nishlab Allohga g'ibodat qilmaysiz degan so'rov tug'ilgan mumkin. Agarda ular javob bermaylar ekan, sen o'zing ayt. Alloh bit rizqlantiruvchi. Alloh rizq beruvchi ol Alloh. Bugungi kunda kishilarga aytasan, Alloh aytanasa deb men bitali vaqtim yo'q. Yaxshiga borga kerak, kim rizqlantiracaq meni? Aytaylik, biz aytamiz rizq beruvchi ol Alloh taolo. Alloh taolo sen yaxshiga borga deymi. Hamma aytalarga narsa deb, mana yoki biz, yoki siz hidayatda yoki adashuvda. Ya'ni mana agarda sen kishi bilan bahaslasha boshlaysan ekan, hammaga aytasan, sen durust so'ramaysan, sen neprav. O sразу narsa ishlay boshlaydi, o'zining pozitsiyasini yo'qlay boshlaydi. O'zining tarafini saqlay boshlaydi. Sening bilan bahaslasha, sening haqliq, sendan kelgan ma'lumotni qabul etirga sразу narsa tuzoq qo'ya bekli. Shuna ko'ra bunda endi narsa anday tuzoq qo'ydirtirmasqa kerak. Aytira kerak. Albatta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ol hidayatda. Albatta mu'minlar ol hidayatda. Biz buni bilamiz. Biz hidayatda ekanimizni bilamiz. Biz rukovodство bilan yashaganimizni bilamiz. Ya'ni biz nabum yashamaymiz, biz bilib yashaymiz. Nechik yasharga kerakligini. Ol kishi bit endi dolal adashuvdan. Ol bilib yashamay. Ol bilmay. Nechik yasharga ekanin, nik yasharga ekanda ol kishi bilmay. Biz buni bilamiz. Lekin nashushi ol qabul etsin uchun narsa deb aytasan. No, to'g'ri endi endi sen yoki biz hidayatda. Yoki endi sen hidayatda. To'g'ri yo'l birovga ayting, haqliq birovga so'shay. Biribizgina bizning narsa durust siri. Ham bizning narsa adashuvda. Yoki sen adashuvda, yoki men adashuvda. Yoki men adashuvda, yoki sen endi narsa bizning adashuvda. Shuna ko'ra narsa aqlli kishi endi ol narsa shusha anglab hidayatni, durustlikni anglab, durustlikka boruvchi o'zining narsa tigi eshak samaq o'zinikin o'z 90 deb turishi to'g'ri. Shulay deb Alloh subhanahu va taolo o'ylandirga qo'shadi. Shunday fikr o'tirga qo'shalarga o'ylab qara. Hamma motor yozgan ekan. G'alal huda, ya'ni hidayatning ustundan sen qarab borasan. Sen ko'rib borasan, sen bilib borasan qayda bor.
Мында енді бұл кіші адашуның ішінде өк жауап. То есть бұл шында батқан ішінде өк. Ham mында hidayat турында aytganda mubin deb aytmay, adashuv турында aytganda mubin deb aytadi. Nechun deganda, chunki mында любой hidayat so'z bor. Ya'ni tilasa qo'ysa musulmon kishi, ozgina ul aytaylik o'tasa-da, gunohlari ko'p bo'lsa-da aytgan, namozlar o'taydi, to есть nimadir minimalka az ayyorlarni o'tasa-da, ul baribir narsa ul hidayatda. Bu kishi endi narsa ul oshiq bo'lgan narsa adashuvda boshqalar. Hatto aytamiz, mana ozgina o'tagan kishida minimalka, tavhid, так далее. Namoz, ol da aytamiz narsa, ol da hidayatda deymiz. Nindigina aның gunohlari bo'lsa-da. Ayt sinalarga, xonanda narsa, ayt ko'p kelayin, ayt. La inkar etuvtin la ilaha illalloh. Tus'aluna, sual, so'rov eting. So'ralasiz siz. Siz deganing nima hamnun? G'am kim so'rovchi ekanini belgilab turish chunki unda u bilan boshlangan. G'amma, g'am bitin o ma narsa turunda, narsa haqida. Ajromna. Ko'p kelayin Qur'oni Karimda mujrimin, mujrim ol bizning jinoyatchi etin. Gunoh kasb etuvchi, biz gunoh qilganni, biz jinoyat ishlaganni. Ya'ni siz turolmaysiz, biz qilgan gunohlar haqida. Va ham la inkaritu la ilaha illalloh nus'alu. Nima degani? Biz shulay u bilan boshlangandan so'ralmaymiz. Kim so'rovchi belgilab turadi chunki u bilan boshlangan. G'amma narsa haqida bo'ldi endi. Ochum ta'malun. Amal qilasiz siz. Siz deganing nima hamdun? Ya'ni bunda biz endi o'zina ko'ransa, o'sha anga ortqa borganiga ayting. Ortqa chekinganik, bunda tog'indan nig'roq ortqa chekinirga o'xsha Alloh subhanahu va taolo ham aytadi. Siz betinda aytasiz bizni jinoyatchi deb. Siz aytasiz bizni sekta deb. И так далее. Siz durust tugul, siz anda vahabist и так далее. Alloh subhanahu va taolo aytira o'xsha. Ayya, o'shulay. Ya'ni bizning gunohlarimiz bor. Bizning gunohlarimiz bormi? Bor. Lekin bu gunohlar haqida siz so'ralmaysiz. Ham bizda so'ralmasmiz. Siz qilgan amallar to'g'risida. Ya'ni biz bitinna jumla tuzsak, siz gunoh qiluvchilar, biz amal qiluvchilar. Unda Alloh taolo yo'q, aytdi. Mana sen u kishiga aytasan bitan. U kishiga aytasan narsa deb, bizning gunohlarimiz bor. Gunohlar biz izga tugul. Shuning uchun bir musulmon da ol izga tugul. Aning gunohlari bor. Islom dinigina ol komil, bir musulmon da komil tugul. Narsa aytina. Lekin siz bit bu gunohlarimiz haqida so'ralmaysiz. Biz siz qilgan bir amal to'g'risida da shulay so'ralmaymiz. Har kishi narsa o'zi uchun o'zi javob tutashaq. Har kishi o'zi uchun o'zi javob tutashaq. Bizning ishda narsagina shu yetkirugina. Qul ayt xomandamna. Ayt. Baxas bara. Ayt. Yajma'u jiya jama'at, jamg'iyat, jamiq. Baynana bizning orabizda. Robbuna bizning Robbimiz. Yajma'u baynana va baynakum tu. Sizning ham bizning orada tu. Baynana bizni общий yashaq Robbimiz. Thumma shundan so'ng yaftahu. Endi hukm qila degan bir ma'nosi fattah, hukm qilishi. Ana ko'p ma'nolari. Jingu bira shulay qol, bar nedada. Nasr surasida idaja nasrullohi val fath. Qachon kela narsa jingu kela. Oshu kela, oshilish. Fataha Fatiha bitin oshushi. Ya'ni bu narsada hukm qila. Yobiq bo'lgan masalalar, zakritli bo'lgan temalarda, mana tunda yashirga yaramagan masalalarda baynana bizning orabizda. Bil haqliq bilan bismillahirrohmanirrohim bilan. Va huwa ham ul qul huvallohu al-fattah. Aytdik, hukm qilishi, jingu beruvchi, oshuvchi, al-alim biluvchi. Ayting, narsa deb ayt. Mana baribir bizni bit Alloh taolo yashaq qiyomat kunida. Yoki qiyomat kunida, yoki bu dunyoda. Bu dunyoda da Badr so'g'ishida masalan jiydi, bizning Robbimiz, butun bizning Robbimiz jiydi, baribir bizni da jiydi. Shundan so'ng narsa bizning orabizda hukm qildi. Jingu berdi bizga bil haqliq bilan. Chunki u jingu beruvchi ham biluvchi, kim anga loyiqli ekan. Yoki qiyomat kunida bizning Robbimiz bizning orabizda yashaq. Shundan so'ng bizning orabizda narsa hukm qilashaq. Alloh taolo hukm qilashaq. Sen da tugul, men da tugul.
fulan da to'l, allan da to'l. Kishilar endi umrlarini o'tkaralar kishi narsa aytirmaykan deb. Yo'q, u seni hukm qilmish. U seni hukm qilmay. Hukm qilishi seni bir Alloh taolagina. Shunga ko'ra umtilirga kerak birinchi sharatda Alloh narsa o'ylayman tunda. Narsanda fikrda Alloh mening haqda. Alloh taolo rozimi mendan yo'qmi, shuni qo'yirtirga kerak. Ammo Alloh taolo fattah, ya'ni ko'p hukm qilishi, ko'p oshuvchi, yengib beruvchi ham g'alim, ul bilib, bilimsiz hukm qilmay, bilib hukm qila Alloh subhanahu va taolo. Qul ayting, opet. Hamanda qul. Ko'p kelamda. Aruniya, ko'rsatasiz siz menga. Allazina qaysalarni, riya bartin, riya показуха ko'rsatibsizlar. Qaysalari al-haqtum. Al-haqa ol narsa deysiz. Ol endi irishtiruv, sho'nqirni birga qo'yu, narsalarni quvib tutuv, masalan, mendidir bor edi, mладший gruppa, senani narsa, o'sha ulkan gruppa bilan birga narsa al-haqda qo'shtingalarni masalan ayting. Yoki kimdir oldan ketgan edi, senani al-haqd quvib tutganini masalan ayting. Siz tum biki anumla. Shuraka sharik tengdoshlar. Kalla endi ol ishlama. Ay bo'lmaymi, kimdir masalan aytasiz ya. Borga yaring baloqqa. Kalla borgan deysiz. Balki sen shayshakda Alloh huwa ol. Qul Alloh. Alloh al-aziz. Aziz endi kuchli, quvvatli, tika, ya'ni hakim, hikmatli, hukm qilishi. Ayting ularga, narsa mushriklarga. Ko'rsatasiz, qaysilarini siz narsa Alloh taolo bilan narsa siz tengdoshlarni tengdosh qildingiz, to'g'ri, aning bilan birga qildingiz. To'g'ri, birga qo'shdingiz, qovushtirdingiz, Alloh taolo bilan bir ratdan qo'ydingiz. Qaysilar, ko'rsatasiz menga ularni. Narsalar borliqqa keltirdilarmi? Metr yerni borliqqa keltirdilarmi? Ular kimni tirilganlari bor? Ular kimga shifo berganlari bor? Kimga rizq berganlari bor? Narsa bilan ular vladeydi o'sha ayting, deymi? Narsa ishlaganlari bor. Yo'q, Alloh taolo ol bir o'zigina. Alloh taolo ol aziz, izzatli. Alloh taolagina ol kuchli. Anga qarshi bir kimda bormay, borada olmay Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bilan bir kimda kurashada olmay. Allohga qarshi jur'at ayta olmay bir kimda ayting. O nasoralardagina aytadi. Shayton bilan ular aytadi, bu orasida narsa shu ni bor deyman. Kurash. Biz aytamiz, yo'q, bir ningdi kurashda ular orasida. Alloh taolo ol aziz, bir kimdan qarshi bora olmay. Alloh taolo tilasa любой kishiga ul deb aytadi, o'lab shoyib. Alloh taolo qarshi bir kimda bora olmay, ul aziz. Ham Alloh taolo hukm qilgan hukm ul turmushga osha, chunki ul aziz, ul крутой, ul tika, ul aning hukmi ul o'tishli hukm. Mana sen aytasan, masalan, narsalar shulay ishlaymiz deb. Bor kishilar qaysilar aytadi, yo'q, sening aytganinglaring aytadi, yo'q, boy sami istiglaysiz, chunki sen azizdir. Alloh taolo ul aziz, aning hukmi o'tishi, ham Alloh taolo hukm qilishi, ham Alloh taolo hikmat egasi. Bu opatlar bir narsada ishlay olmaydi. Tengdoshlar kishi bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin, izgilar bo'lsin, va hamma inkaritu arsalnaka jibardik biz seni. Nima bo'lg'ashin jibarmadik biz seni. Nima degani biz? Kashini jibardik. Illa da magar kaffa degan so'z ol общий, barcha degan ma'noda da keladi. Masalan, keldilar kishilar kaffatan, butunisida. Bu masalan ular kelganlar narsa qunaqa keldilar, butunisida kelganlar, taga zo'rasida barakayda butunisida kelganlar kaffa. Bu bir ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi ol kaff etingda narsa tutqarlovchi. Sen kafaftu tutib turasan onam. Tutqarlovchi bo'laroq linnas kishilarga bashiron suyundiruvchi bo'laroq va naziron ham kesatuvchi bo'laroq. Lekin endi aksar ko'proq annas kishilarning nas surasi la ya'lamun, la endi inkaritu ya'lamun bilalar. La bo'lg'ashin bilmaylar. G'ilm so'zidan anglabdi. G'alama tomira. Allar degani va hamnun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadi, biz seni jibarmadik, illa magar jibardik, barcha kishilarga jibardik. Birinchidan endi aytamiz, narsaga mo'jizalar tugul. Mo'jiza payg'ambarning qo'lida tugul. Mo'jiza Alloh taolaning qo'lida. Alloh taolo jibardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ol suyundiruvchi ham kesatuvchi bo'laroqna ham barcha kishilarga jibardi Alloh subhanahu va taoloni. Ya'ni aytamiz, nendagina payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, nendagina payg'ambar kelmasin, ol keldi o'zining qavmina xos, maxsus shunaqana keldi. Lekin men keldim barcha kishilarga kaffa. Hatto ol aytadi, Bibliyada yozilgan Isa payg'ambar aytgan narsada, я был послан, bugungi kunda, я был послан только для заблудших овец Бану Исраиля.
Lekin alар endi bugungi kunda hamanda xotigan aytasizlar kerak narsa. Bahslashasizlar kerak. Qo'yib yahudlar bugungi kunda da aytadilar. Masalan, biz sanabız Muhammad olayı payg'ambar, lekin ol payg'ambar kimlarga gana? Ummiyin, то есть неграмотный arablarga gana kelgan deb. Ham aytasizlar kerak shu то что biz Qur'oni Karimni g'arabiy mubin, arab tilida oshiq bo'lgan arab tilida yozdik deb. U so'zda yo'q, arab tilida yozilgan Qur'oni Karim. Lekin Alloh taolo aytayotgan narsa barcha kishilarga jibardik. Butun kishilarga ham barcha jinlarga jibaldi, общий jibaldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ol totar da bo'lmadi, ol totarcha сөйләшмәде, ol aytamiz, ol urus da olmadi, ol barcha kishilarga jibalgan payg'ambar. Nendagina millat bo'lsang da, sen baribir nasha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u sening uchun kelgan. Ham ularni tutqarlovchi bo'laroq, nafslaridan, gunohlardan tutqarlovchi bo'laroq Alloh subhanahu va taoloni jibardi. Hamani maqsadi endi nima? Ul da bo'lsa suyundiruvchi ham kesatuvchi. Har bir kishida chaqiruvchi u shunday bo'lar etish, ya'ni biz kishilarni suyundirga etish. Do'stlar, agarda sen iymon keltirasan ekan, sen bularni sarar bo'lar. Kishi bitin vig'id izlaysan, jon tinchligida bo'lasan. Alloh taolo sening duolaringga da javob beradi. Alloh taolo seni yordamsiz qoldirmaydi. Sen yolg'iz bo'lmaysan, уже tiraging bo'lacaqsan. Bu dunyoda da baxtli bo'lasan, oxiratda da baxtli bo'lasan, mangilik jannat bog'chalariga kirasan, mangilik yosh bo'lasan, o'lmaysan bir qachonda, shirlamaysan bir qachonda. Ham shular kesatuvchi. Agarda endi sen narsa gunoh qilsang, senga g'azab kelajak, shayton. Lekin ko'pchilik kishilar bilmaylar. O'sha hikmatni, to'shto payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ni maqsaddan jibalganini ko'pchilik kishilar ular bilmaylar. Yoki bilmaylar, что u jibalgan narsa boshqa kishilarga ekan, bilmaylar. Alloh xolim. Birinchi tafsir ol bo'layniroq deyiladi, chunki ko'pchilik kishilar borda bilalar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'rida bilalar, shu din to'g'rida bilalar, ko'pchilik kishilar bor burada. Ham bu inshaalloh ko'rsatan narsaga dalil deymiz. Ko'pchilik kishilar ular durust yo'lda turadi. Agarda sen Qur'oni Karimda biz qarasak, ko'pchilik kishilar ular har vaqtda adashadi. Shunga ko'ra большинство bilan dalil keltirib bo'lmaydi. Ko'pchilik kishilar shulay deb, ko'pchilik kishilarni xristianlar ko'proq musulmonlarga qaray aytadi. Biz bilamiz, 1000 kishining 999 jahannamga kiradi, bir kishigina jannatga kirgan. Shunga ko'ra aytamiz narsa, valau agarda sen ko'pchilik kishilarga itoat etsang, ular yudilluka an sabilillah, ular seni adashtirdilar Alloh yo'lidan. Shunga ko'ra barda musulmon kishi o'ltiga stadniy bo'lirga tegishdi, o'ltiga kutu sumaq. Butun kishi shunda ketdi, menda shulay ketam. Butunisi ketdilar Charshaga, menda Charshaga ketam, butunisi Vishnegoyga ketdilar. Menda anda baran bo'lirga tegishdi. Chunki ko'pchilik kishilar ular bilmaylar. Ular bilmaylar va shu nodon ko'pchilik kishilar va shu nega kelganlarini bilmaylar ekan. Va ham yaquluna, hamalar aytadilar. Mata, qachon? Hada bu al-vaqt, va'da. Inshaalloh agar kuntum bo'lsangiz siz sodiqin durust yurishar. Ya'ni ular aytadilar, как обычно, odatdagicha, qachon bo'lasin bu vaqtda agarda siz durust yurasangiz. Ya'ni mana shu qiyomat kuni qachon bo'ladi? Jannat qachon bo'ladi? Qachon bo'lasin bu hisob? Qachon keladi bu g'azab? Biz kesatamiz, kishilarni suyundiramiz. Jannat bo'ladi, jahannam bo'ladi, aytadilar. Payg'ambarlar da suyundirganlar. Ular endi как обычно narsa, ular birinchidan shammilar bo'y bergan. Shunga ko'ra so'raydilar narsa sabablarga. Ularning so'rov sababi ol nima? То есть ular qiziqsinuvdan to'g'ri. Ular so'raydilar buni inkor etdi. Shunga ko'ra bunda ularga hatto javob da yo'q. Javob da bermagan Alloh subhanahu va taolo, chunki ular qiziqsinu yuzidan so'raydilar. Ular so'raydilar mana narsa yuzidan endi inkor etdi. То есть kirillanu sababidan rozi buning bunda aytadi. Ham bu ko'pchilik kishilar shulay so'raydilar. Bu bugungi kunda tatarlar da shulay so'raydilar, qachon bo'ladi, aytadilar. То есть hammalar keltirasi kerak narsa deb mana o'zina ko'ra dalil keltirasizlar kerak. To, что sen bilmaysan ekan, mana javobini. Sen bilasizmi, mana qiyomat kuni qachon bo'lgan? Yo'q, biz bilmaymiz buni. Sa'di aytadi, bu dalil tugul, durust tugullikka. Mana masalan keldi sen bir kishi, qo'ysan sen bilasan durust yuruvchi kishi, sen hurmat eta turgan kishi, durustgina yurgan kishi, ham u kesata boshladi. Masalan, sizga qarshi askar chiqqan yo'lda уже sizni qirib o'tirgan, shu kelalar bu askarlar уже ketib qolamiz bundan deb kesata sizni. Sen bilasan buni durust yurganida bilasan, qab so'raysan bundan. Qachon kelib yetalarsan ular? U sen aytadi, qo'yim bilmayman qachon kelib yetalar ular. Tez kelib yetalarmi, uzoq kelib yetalarmi? Fakt to'g'ri ular keladi. Mana bu do'stlar ol bilmagan qachon kelib yetasan. Bu aning durust tugulligini ko'rsatamiz mana shu ma'lumotni. Ma'lumoti durust bitindan. Bu askar shinabda yo'lga chiqqan aytgan. Bu qiyomat kunida oldi o'zi yo'lda bitin. Do'stlar, sen aning qachon ekanligini bilmaysan yoki Alloh taolaning yashirgan ekan shu hikmat bilan. Chunki u ovur aytik, aning g'aydama aytik. Ol bit aning kelmaydigan so'z to'g'ri. Bu keladi biz, keladi. Опять-таки javob bering. Lakum sizga bor miqat, shu
Миғат инде ул ике төрле мәгънәдә булырга мөмкин. Вәгъдә ителгән нәрсә, вәгъдә. Яки бу шушы вәгъдә ителгән вакыт булырга мөмкин. Яум, көн. Ла инкариту ястахируна. Бу бит инде ахырга калдыру, ахыр, моның тамыры ахыр. Тест инде ул сорау булырга мөмкин, то есть соңартуны сорыйсың син. Ганху аннан. Сага. Сага инде ул ниндидер кыска вакыт. Мәләбису гайры сага. Аның инде байтак мәгънәләре тоже. Беренче мәгънәсе бар. Вала инкариту ястадимун. Кадама ул нәрсә алга җибәрү тин. Кадим яки нәрсә муқаддима, тақаддам дибез менә алга китү. Монда инде сорау да булырга мөмкин бу. Сез. Ягъни син аларга әйт. Монда инде аның кайчан буласы мөһим түгел, ләкин ул вәгъдә ителгән. То есть монда беренчедән без әйтәбез, нәрсә? Әгәр дә кеше инкар итә икән менә шу кыямәт көнен, кайчан була ул анда? Яки кемнең аннан кайтканы бар? Без инде әйтәбез, нәрсә? Без монда теге эндәшмичә калырга тиеш түгел. Теге бар бит вакытлар кайчан сиңа эндәшү кирәк түгел әйтәм. То есть әйтү, нәрсәдер аңа җавап бирү ул кирәк түгел. Мәсәлән, син уразада булдың, сиңа кемдер мәсәлән сине итеп сүгә, мәсәлән әйтәбез. Син нәрсә әйтәсең инде? Мин уразада гына җавап бирәсем. То есть мин сиңа җавап бирмим. Bir qaraganda эндәшмичә дә калдым, конечно, но җавап та бирмим. Ни өчен дигәндә, чөнки мин уразада булу миңа тыя, сиңа нәрсә җавап бирүдән. Җавап бирүдән. Яки ида хатабахум алҗаһидуна калу салама. Әгәр дә аларга наданнар ләсән нәрсә кычкыра башласалар, нәрсә дип анда теге. Сакал буенча анда, борода анда, хиҗаб буенча анда әйтәм дим теге. Симтин салама, то есть салам имин сүзләр генә әйтәсең әйтәм. Ләкин монда әгәр дә кеше кыямәт көнен инкар итә икән әйтәм дим, инкар итә. Монда инде без нәрсә, без җавап бирмичә калмыйбыз. Без монда нәрсә дип әйтәбез инде, нәрсә дип әйтсин аларга. Аларның бар, сезгә бар вакыт билгеләнгән. Көн бар. Кайсы килсә, шушы көн килгәчтән. Ул үлем дә бит инде мәсәлән әйтәс. Үлемне дә без соңарта да алмыйбыз, һәм якынайта да алмыйбыз. Һәм кыямәт көнендә без нәрсә, без аны соңарта да алмыйбыз, һәм нәрсә якынайта да алмый торган ул сезгә нәрсә вәгъдә ителгән көн әйтегез. وقال خميت الذين قيصلار وخم قال أيت الذين كفروا كفر بغنرا لان ديانا إنكار توتينا كده شكنا إنكار تاوز نؤمن إيمان كترميوز شاميوز إيمان كترميوز من سيب لان بغاشين إيمان كترميوز بهذا شوشا القرآن جا ولا خمسة إنكار تو بالذي قيس بين между أيديه أنو أولنا بغان إيكا قدراسة بغان ولو әгәр дә тара күрсәң син рия бит инде. Ид кашан әгәр кашан дигән сүз тиң. Яки шул вакыт залимун, залим кылучылар мауқуфун тукталганнар гында хузурында Раббихим Рабблары каршында. Ярҗигу мураҗаату яки нәрсә инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун кайтара багдухум багзы бирләре илә юнәлеш багд кайберләренә ал-каул сүзне. Якулу әйтә аллазина кайсалары студгифу загиф булганнар. للذين قيصلارنا استكبروا تكبر الغنار لولا أجر bulmasa أنتم siz لا نعطينا نيكي جواب إذن كنا biz bular mu'minlarda Allah subhanahu wa ta'ala aytadi mana shusha kafir bo'lganlar qaysilari kafir aytdingda biz qaysilari Allohga ishonalar bismillahni aytadi lekin allar narsa deydilar biz bu Qur'onga ishonmaymiz deydi. Ham ishonmaymiz g'ana to'g'ri. Ishonmaymiz g'ana demaylar. La bilan aytmaylar, ishonmayapmiz deydi. Biz bu Qur'oni Karimga bir qachon da ishonmayapmiz deydi. Hatto ular o'nglaylar. То что bu Qur'oni Karim ul haq ekanligini o'nglaylar. O'nglaylar, что Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni yoza olmay ekanini o'nglaylar. Lekin narsa ularga выгодно to'g'ri. Shunga ko'ra narsa deya biz mana ishonmayapmiz. Ham mana shu beyni yadayki. Onga xatli bo'lgan kitoblarga da biz ishonmayapmiz. Yoki onun oldinda bo'lgan. То есть beyni yadayki onun oldinda o'tin. Shusha Qur'on сөйләгән xabarlarga da biz narsa ishonmayapmiz deb oldan o'qitib qo'yadi. Xatoy Alloh taolo bularga endi bu so'zlarni narsa javob qaytarib turmay. Ni uchun deganda chunki bularning bu so'zlari narsa ochiq. То есть beyin bu bunda shik yo'q. То есть ular butun so'zda bilalar Qur'oni Karim ul Alloh so'zlari ekan. Ul любой kim Qur'oni Karimni yurana ul anglashda kishi bunday aybar ul yoza olmay. Kim более ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bilalar edi. Bilalar yana mumkinliklarini 40 yil bo'yina kishi g'adatiy so'zlar bilan сөйләшеп yurgan. Вдруг 40 yildan so'ng shunday Qur'on so'zlarini сөйләй boshladi. Причем алар бит инде шушы аслар әйтегән, араб теленең бик яхшы белгән кешеләр әйтегән.
Шуңа күрә монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу сорауга аларның җавап бирми, бу аларның сүзләренә җавап биреп тормый. Тем более әйтәбез, теге Таурат китабы булу, аңа хәтле дигәндә, бу неопровержимый фактлар әйтегән. Шуңа күрә Аллаһ Тааля монда җавап бирмәй. Лучше Аллаһ Тааля нәрсә ди, син ди күрсәң ди, менә шушы залимнарны кыямәт көнендә нәрсә, шушы күрсәң, нәрсә булыр ди, син күрер идең куркыныч әйбер. Монда инде язылмаган ул, конечно, ул шулай мәгънә буенча куркыныч әйбер, бик әйбер күрер идең син. Менә шушы нәрсә залимнарны күрсәң син ди. Кайчан ди? Алар туктатылалар, бастырылып торалар. Бастырылалар, вакафа ул бастырылу да, туктатылалар, Роббылары хузурында. Ул аларның Роббылары, ул аларны ашаткан, сәламәтлек биргән, кул биргән, аяк биргән, күз биргән. Алар бер-берсенә сүзләр кайтаралар. То есть монда бәхәс бар менә шушы. Аллаһ каршында алар бу кешеләр нәрсә кыямәт көндә бәхәсләшәләр. Һәм әйтәләр кемнәр? Загыйф булганнар. Һәм причем загыйф кына түгел әле бу. Бу загыйф булуны таләп иттеләр алар. Загыйф булуны таләп иттеләр. То есть алар әйттеләр нәрсә ди? Ну без инде нәрсә Biz bunda люди маленькие, biz инде bunda бәләкәй кешеләр, biz инде решать итмиләр. Менә безгә теге өстән шулай куштылар, шулай без шулай эшлибез инде. Менә өстән шулай әйтергә шулай эшләргә куштылар, без шулай әйтәбез, без шулай эшлибез дип әйтүчеләр бу. То есть бу шундый кешеләр кайсылары теләделәр, чтоб загыйф булуын. Загыйф булуын. Кемгә әйтәләр? Тәкәббүр булганнар. Булар инде киресенчә таләп иттеләр, что алар нәрсә кәбир булдылар. Аларны нәрсә зурладылар. Син как смеешь? Ничек син минем белән шулай сөйләшәсең? Әйтегез инде. Бу түрәләр, зур кешеләр, башлыклар, бу дини башлыклар да булырга мөмкин, дини дөньяви башлыкта булырга мөмкин. Шуларга нәрсә дип әйтәләр? Менә шу загыйф булганнары тәкәббүрләргә нәрсә әйтә? Әгәр дә сез булмасагыз, без мөэминнәр будан булыр идек. То есть монда даже әле сез безне тыйган булсагыз түгел, монда киләсе бит ул тыю турында сүз бар менә. Сез безне тыйган булсагыз түгел, сезнең присутствие вообще, сез вообще булмаган булсагыз, без иманга килгән булыр. Ну, ләкин сезнең булуыгыз, присутствие, ул уже нәрсә сәбәп булды безнең менә шушы нәрсәгә мөэмин булмауга. Мөэмин булмауга. То есть без сезнең сартыгызда, сезнең сәбәпле иманга килмәдек. Сезнең сәбәпле иманга килмәдек. Һәм күчәбез инде сезнең белән 432-нче биткә. Кала әйтте, әлләдина кайсылары нәрсә истәкбару тәкәббүр булдылар. Лилләдина кайсыларына истудгифу загыйф булдылар. Сорау бит инде. Нахну без сададнакум, без тыйдыкмы сезне. Сад ул бит инде тыю. То есть садда фуланан ган када. То есть фулан кеше фуланны тыйды. Әлләдина ясуддуна ан сабиллә. Кайсылары Аллаһ юлыннан тыялар. Саддаха мәсәлән Балкис турында да килә бит. То что аны тыйды нәрсә иман китерүдән, Аллаһка иман китерүдән, то что ул шушы мөшрик булу. Сададнакум без сезне без нә дигән? Кум сезне ган от худа хидаяттан, шу руководстводан. Багда после того как ит кайшан джаакум килде ул сезгә. Бәл киресенчә кунтум булдысыз муҗримин, җинаятьчеләрдән. Һәм нәрсә ди? Әйтте менә шушы тәкәббүр булганнар әйтәләр нәрсә дип? Кайтаралар җавап, загыйф булганнарга. Без сезне тыйдыкмыни? Шушы хидаяттан, руководство сезгә килгәннән, ягъни сезгә килде бит ул. Сез белдегез, хаклыкны белдегез. Сез белдегез кыямәт көне турында. Белдегез ислам диненең хак икәнлеген белдегез. Белгәннән соң без сезне тыйдыкмыни? Юк, без сезне сез үзегез җинаятьчеләр булдыгыз. Сез үзегез гөнаһ кылырга теләдегез. Сез бит гөнаһ кылучылардан булдыгыз. Шуңа күрә сез теләмәдегез. Сез әйттегез нәрсә ди? Дингә керсәк, тегесе ярамыйча инде, монсы ярамыйча, эшәргә ярамыйча, гүләйтергә ярамыйча. Мин телим. Кала, һәм әйтте, әлләдина кайсылары студгифу загыйф булганнар. Лилләдина кайсылары истәкбару тәкәббүр булганнар. Бәл, киресенчә, макру мәкрлек, лейл, төннең мәкрлеге. Ва һәм ан-нахар, көннең мәкрлеге. Ист кайшан тәъмурунана, әмр итәсез сез, ләкин сез дигәнем. Ва хамнун нә безгә. Ан-накфура кафир булырга билләһ Аллаһка. Ва хам наҗгала кылырга ләһу аңа. Андадан нит ул тигез инде. Менә тиңдәш бар бит инде шәрик. Шәрик инде ул безнең компаньон. То есть, компаньон бит инде ул син компаньон бер кеше белән. Ләкин компаньон ул может син аласыңдыр анда 10% гына мәсәлән. Ул 90% ала. Син 10% эшне генә эшлисеңдер, ул 90% эшләйдер. Ул шәрик. Ләкин монса нит. То есть бу тигез сиңа. Равный тигез синең белән. Ва хам асарру сер дигән сүз тин. Сердән кылдылар, яшерделәр дисәк тә була.
sarf etdilar desak, nadama, o'kinishni. Lamma qachon, ra'ov, riya bitin. Riya ko'rsatib ishlar bitin. Qachon ko'rdilar, vav alar al-g'azabni. Va ham ja'alna qildik biz al-aghlal, o'sha bog'ovlarni fi ag'naq mo'yinlarda allazina qaysalari kafaru, kafir bo'ldilar. Hal so'robitin, hal ataka hadisa. Yujzauna jazakallohu khayran. Jaza qilnasiz meni illa damagar ma. Nasana kanu bullar alar ya'malun, amal qildilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ham narsada mana shu zo'g'if bo'lganlari nasab etdilar. A'uzu bil. Zo'g'if bo'lganlar narsa deb aytdilar endi? Alar aytdilar, o'sha takabbur bo'lganlarga. Yo'q, narsa dedilar, biz jinoyatchidan gina to'g'ri. Siz bit makrlik qildingiz, kunduzda makrlik qildingiz, tunida makrlik qildingiz. Ya'ni kuni-tuni narsa makrlik qilib bilan shug'ullandingiz. Narsa amr etdingiz bizga Allohga iymon keltirmasga. Ham anga narsa tengdoshlar qilirgan. Ya'ni aytik shuluq televizor, shuluq telefon, qaysi yurata bolalarni mana, bolalarni yurata narsa super silanda birovning aytgan. O moshni yanda, tegasa kuchli tega. Yo'q, u endi Alloh taolo bilan tengdosh yasaylar ayting. Alloh bilan tengdosh yasarga yuratib o'stirarlar narsani, shu bolalarni. Shuluq qish boboydan duo so'rasang narsa, o senga javob beradi. Kuchlanishlar bilan keladi. Kuchlanishlar olib kelishi, Alloh taologa bo'laklar berishi vahhab deymiz. Allohga g'ana duo qilirga kerak deymiz. Yo'q, ular narsa makrlik qilar, kuni-tuni makrlik qilar, yuratalar, bolalarni yuratalar shulay, kishilarni yuratalar narsa, shu kuni-tuni makrlik qildilar. Bu endi har vaqtda da bo'ldi. Ka'b bin Malikkan endi hoj jibargan Assanning narsasi podshosi aytik. Qachon ol narsa, o'sha Tabuk so'g'ishina bormag'achdan aytik. Kuni-tuni ni qo'yalar mana shu. O ko'zalna ketirib ko'p moqsha tugalar, o'sha kinolar tushirishi, spektakllar tushirishini ayting. Butunisida bit narsa, o'sha makrlik kuni-tuni qo'lna turgan narsa, butunisida yo'naltirilgan narsaga Allohga ishonmasga. O'sha televizor bizni yaratgan narsa, dunyo materialniy. То есть bir nendida sehrda yo'q etagdalar. То есть ham Alloh taolaga narsa tengdoshlik qilgan. Ham mana shu g'azabni ko'rgach, ular endi narsa boshqa ukununi yashirashaklar. То есть bunda aytik mana shu kimlar yerganlar, ular ukunashaklar, butunsida ukunalar endi turmush uzoqqa o'tgan zo'g'if kishilar ukunashaklar endi shularga yerganga ukunashaklar, boshqa ukununi yashirashaklar. Lekin yo'g'adan o'shanalarning yo'tiga yo'q tuqallabu wujuhahum fin-nar. Qo'shanalarni shashlik simoq jaritalar yuzlarin shu o'ttalar bitin deytilar narsa. Ya laytana ata'ana Alloh va rasulah. Biz Allohga ham ata'ana rasulah ham uning rasulina itoat etgan bo'lsak, kim bizning mana shu ata'ana kubara'ana sadatana va kubara'ana. Bizning mana shu ustun turgan kishilarga itoat etganchi deb. Ular narsa ana oshiqdan oshiq aytalar deb mana aytgan. Shu raislar da ayting. Ular boshda yashiralar. Shu ukunularini yashiralar. Bu dunyoda da ular yashirdilar deydi. Ular bilan xorisan sen oltaga to'ralarga nilarga ular aytarsanglar baxtli yashagan simoq. Aytarsanglar ular nedilar o'ngishga erishgan simoq. Ularning turmushlari bo'sh bitin. U televizordan nalar motor ko'rsatalar, lekin haqiqatda ularning bo'sh turmush. Haqiqatda ular poshlik kishilar ular. Haqiqatda ular вообще koshmarli kishilar, kim ularni yaqindan biladi. Ular prezidentlik kishilar ular вообще aytgan. Lekin bunday ular ani yashirib yashaydi. Ular ani televizordan ko'rsatmaylar aytgan. Aytadilar. Mana qiyomat kunida birinchi mu'minlar shu g'azabni ko'rgach ular yashiralar shu ukunularini. Lekin yo'qdan yashira olmaylar endi. G'azabga kirgachdan o'sha. Anda ular shanabda o'sha yoliylar, oqaralar, ukiralar aytadilar. Ham narsada biz mana shu bog'ovlarni qo'ydik narsa mo'yinlarida kafirlarning. То есть ularning qo'llari shu mo'yinlarına bog'ovlangan holatda. Ular plus yonalar bitenda bilamiz. Plus bilamiz tega ya'khudhu bin nawasi val aqdam tega ularning shashlaridan, boshlaridan ham oyoq tobanlaridan tutib tega o'tin sindirgan so'q sindirib otalar deydilar, beylab shunda. Tega muqarranin tega beylangan holatda ularni qisqa o'ringa o'tirlar, shunda o'tda yonalar plus еще narsa bog'ovlanganlar deydi. Ham aytdilar plus еще endi narsa jon g'azabida deydi. Narsa deb aytdilar. Sizga o'zingiz qilgan amallar uchungina narsa jazosini olmaysizmi deb aytadilar. Bu butun sen qilgan amallar. Mana seni
pivo ichasing kelganing, mana пожалуйста, bu shuning natijasi. Mana sening shirik qilsang kelganing, mana пожалуйста, shuning natijasi. Mana sening bayramga borasing kelganing, mana bayram uning natijasi. И так далее. То есть bu butunsa sening o'zingning qilgan amallaringni. Bunda bir ningda senga zulm qilinmadi, bir narsa senga ustib ishlanmadi. Butunsida sen o'zingning amallaringni. Mana bu sening zinang, mana bu sening xamir ishkaning, mana bu sening yolg'onning, и так далее. То есть butunsida bunda narsa o'zingning amallaring uchungina. Cho'loq shunda to'xtab turibmiz. Mana bunda bir ningni ustib aytasiz kelgan, mana bu oyat bo'yicha qo'shsanda biz aytdik, Alloh subhanahu va taolo aytdi narsa deb, yoki siz hidayatda, yoki biz adashuvda deb, yoki siz adashuvda, yoki biz adashuvda deganni Alloh subhanahu va taolo aytgan, shundagina bir ustib mag'ana aytgan, aytasiz kelgan, yo'lda bo'lsa mana Hasan bin Sabit, qo'shan Abu Sufyan anga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni so'gabit, Alloh taolo ul kafir bo'lgan. Hasan bin Sabit javob berib, аны mashhur bo'lgan shunday qosidasi bor bit. Shunda u prosta ayta, o'sha ana uslub al-munsib dilar, g'adil bo'lgan usul deb aytalar. Shunda Hasan bin Sabit ol ayta, mana o'sha Abu Sufyonga atahjuhu wa lasta lahu bikuf'in fasharrukuma li khayrikuma fida. Ol ayta, sen de anga hujum etasan, sen bit anga teng tugul deyin, ровня tugul deyin. Ham ol ayta, narsa deydi, sizning nosharlaringiz sharrukuma, yoki bizning nosharlarimiz xayrlilarimizga fida, как бы vukub bo'lib turadi. То есть bizning ikkimizning nosharlari bizning ikkimizning xayrlilarini vukub bo'lib turadi. Ol aytmaydi, siz nosharda, biz xayrli deb aytmay, lekin ol общий ayta, mana o'sha bizning ikkimizning nosharlari, endi mushriklarni ko'z o'ngida tutib endi xayrlilarimizga, ikkimizning xayrlisi kimlar endi musulmonlarga yoki o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga fida, vukub deb ol ayta. Yani bu uslubul munsib deb aytadi. То есть g'adil bo'lgan, то есть xatirlasizmi, o'sha Usayd bin Xudayrlar nechta keltirib islom dinini chaqirganlar aytgan. Nechta Madinada mana o'sha din taralgan yanda keltirlar, o'sha Mus'ab bilan boralar bor, bog'chaga. Shunda kelabit turalari kelar, narsa deb sugunib turadi, neyin olib, sungisini olib, ham narsa deysiz, agarda jon yashaysiz kelsa, narsa to'yig'iz bundan degan. Suguna. Ya'ni ular kelmaganlar xoqliqni tonlarga degan, quvib jibarishni kelarlar mana shu musulmonlarni. Lekin Mus'ab narsa deb ayta, balkim boshqasidir degan, balkim sen de o'tirib tonglab turasang degan. Agarda o'shasa de, qabul etirsang, o'shamasa narsa de, biz o'zimiz ketamiz sendan de. O'zimiz ketib boramiz degan. Ham ayta narsa de, sen de shinabda narsa g'adil aytding degan, adil so'zlar aytding deb ol ayta. Ya'ni shokira musulmon shu mana o'sha qarasiz, mana nechik ol. Anga suguna aytadilar narsa yashaysan kelsa to'ymandan degan. Lekin u musulmon kishi narsa u anu maqsadi o'zini yo'qlov to'l. Anu maqsadi u dinni yetkazib. Shunga ko'ra u bunday so'zlarni narsa ko'tara. Ham ayta narsa de, balkim senga xayrlasin taqdim etadi. Şimdi tinglab qaradi. O'shasadi, qabul etarsan, o'shamasa biz seni kafafnan. То есть bu ishdan seni ozod etamiz, bizni quvasini olmay, biz bunda prosta kelib yurmaymiz deb. Tegese narsa de g'adil so'z aytding deydi. Musulmon kishi shunday g'adil bo'laradi. То есть sen narsa sen dinga shoqirasin kelar, o'natasin kelar, barda narsa mana o'sha azrak sabrda aytira kerak. Ham g'adilda bo'larga tirishga kerak ekan. Shunda to'xtab turamiz. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va alhamdulillah.